Tamam, sizniki muhona tamam. Sizniki. Ha, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bayramlar bilan keling. Rahmat, o'zlaringizga ham. Rahmat, birga bo'lsin. Hozirgina huzurli kech qoldim. Demak, bir chekkadan bo'shaveramiz. O'tgan darsda nimani ayta olasizlarmi? Bitta radio button o'tilganmi, checkbox o'tilganmi? Checkbox undan oldingi hafta o'tdik, domla. Radio button o'tgan bo'lmasa. Ha. Demak, keyin bugungi mavzuda xo'sh, bir daqiqa. Memo degan komponent bor. Xo'sh. Azamat to'rtta chiqadi. Xo'sh. Memo degan komponent o'tamiz. Hozir mana shuni demonstratsiya qilib olay. Qolganini ham asta-asta kirsa kerak. Xo'sh, podelиться. Xo'sh, Word ko'rinyapti hammaga. Ko'rindi. Xo'sh. Demak, memo komponenti bilan tanishamiz bugungi mavzu. Qisqacha texnik izohda, demak, memo ko'p satrli matnlarni kiritish va tahrirlash uchun mo'ljallangan komponent. Linux matn satrlari ro'yxati, test string turi. Asosiy metodlari add qo'shish, clear tozalash, delete o'chirish, strings index orqali o'qish, tekst butun matnni bitta uzluksiz satr sifatida ifodalash, read only, demak, matnni tahrirlash, taqiqlash, scroll bars, vertikal va gorizontal scrolllarni polosalarni boshqarish, demak, word wrap, matn maydon chekkasiga yetganda avtomatik yangi qatorga o'tkazish qismi, cell start, cell length, cell textlar matndagi tanlangan qismning boshlanishi va uzunligi matnni bildiradi. Demak, memoda on change degan hodisa bor. Memo ichidagi matn o'zgarganda sodir bo'ladigan hodisa. Bu yoqdan ko'rsatadigan bo'lsam, demak, ko'rib turganlaringizdek, bo'lsa, ana memo katta hajmdagi tekst ma'lumotlar, string tipidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni chiqarish uchun ishlatiladi. Demak, komponent nomi memo. Bu yerdan elementsga o'tamiz. On click emas, on change birinchi yerda turadi. Chunki on click yo'q emas bor, faqat aynan buni bosgandagi hodisani ko'pincha ishlatilmaydi. Qolgan nimalar xuddi o'zi bor. Demak, Alexan, Crawler, boshqa komponentlar, border style, ko'pinchagi xususiyatlar bor. Demak, buni ko'rish birinchi misol bilan ko'ramiz. Demak, vazifa quyidagicha deyapti. Ochib olay. Demak, button bosilganda memoga yangi satr qo'shish, lines add. Demak, vazifa tavsifi foydalanuvchi tugma bosganda memo maydoniga yangi satr qo'shish qilishimiz kerak. Interfeysni yaratish qismiga formaga memo va button joylashtiramiz. Demak, memo bor. Menda tugma olaman. Tugma olaman. Demak, memo scroll bars vertikal bo'lishi kerak ekan. Demak,
ikkala Word ham dastur ham ko'rinyapti ha. E'tibor beringlar shunga. Ko'rmabdi-da. Demak, memo scroll bars vertikal qilishimiz kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek bu qismiga o'taman. Scroll barsni vertikal qilamiz. Mana chiqdi, ko'rib turganingizdek scroll bar vertikal chiqadi. Button birni captionga push degan tugma qo'shishimiz kerak. Yozib bo'ldik. Demak, element yozishimiz kerak. Button birni on klik hodisasiga yozishimiz kerak. Demak, sh- hozir bu yerda demak bitta kamchilik bor, yozib ketilmagan ekan. Bu yerda edit bir text kodda yozilgan. Demak, bitta edit ham kerak ekan. Demak, passivda yozib berilmagan, lekin kodda berilgan. Muammo yo'q. Demak, editni tekstini o'chirib qo'yamiz. Yana yo'q. Tayyorlab qo'ydik. Demak, edit bilan memoni farqi men aytib o'tgandim. Edit faqat bir qatorda ma'lumotlarni chiqaradi, ya'ni bitta qatorda chiqaradi. Memo katta hajmdagi ma'lumotlarni chiqarish uchun. Demak, to'g'ri, demak, bu nima kerak emas, u izoh ekan. Kerak emas. Demak, qo'shishni 2 marta bosganda memo birni linesi demak, bu yangi qo'shilgan satr degan nima kerak. Men ozgina adashibman, demak, qaraymiz. Mana bu yerda izoh turibdi. Yoki foydalanuvchi kiritgan matnni qo'shish uchun mana memo lines deb izohda turibdi. Buni ham ko'rib o'tamiz keyin. Demak, memo bir yozuvni o'chirishimiz kerak. Buning uchun linesga kiramiz. Linesda memo bir turibdi. Buni o'chiramizda OK deymiz. Chiqadi. Demak, bitta ishlatib ko'ramiz. Demak, qo'shish tugmasini bitta bosganimda bu yangi qo'shilgan satr degan yozuv qo'shiladi. Demak, izohlab ketamiz. Bu yerda nima jarayon sodir bo'ldi o'zi. Demak, interfeys qismida, forma qismida bitta memo, bitta button tugmalar keltirilgan. Kodda nima bo'lyapti? Ya'ni buttonni bir marta bosilganda memoni linesi. Endi e'tibor beringlar. Ko'pgina komponentlarda, standart to'plamdagi komponentlarda text bor edi, editda qolganda ko'pchiligida caption bor edi. Endi memo kelganda memoda uzun so'z bo'lgani uchun lines degan xususiyat qo'shilgan. Qolgani caption ham yo'q, text ham bo'lmaydi. Bunda lines bo'ladi. Endi memo birni linesi add bo'lyapti, ya'ni qo'shilishi kerak. Qavs ichida, qo'sh tirnoq ichida o'sha keltirilgan string turdagi matnni, so'zni, harfni yoziladi va qo'sh tirnoq yopiladi. O'sha button birni bo'silganda demak, o'sha bossga o'sha matnni demak linesga qo'shib beradi. Tushunarlimi? Tushunarli-da ular. Xo'sh, amalda ko'rinayotgan bo'lsa, ikkinchi topshiriqqa o'tamiz. Demak, natija tavsifi tugmada har bosilganda memoning oxirgi yangi satr qo'shiladi. Demak, ikkinchi topshiriq tozalash qismi bo'yicha. Demak, tozalash tugmasi bosilganda memo ichidagi barcha matn o'chirish kerak. Interfeysda. Yana bitta button olamiz. Demak, buttonni caption tozalash deb yozamiz. On klik hodisasiga demak oddiygina memo birni clear degan nimasini beramiz. Ishlatib ko'rsataman. Qo'shish bosildi, tozalash bo'ldi. Qo'shish bosildi, tozalash. Qo'shish, tozalash. Nima jarayon sodir bo'lyapti deyilganda, demak, memoda nimaiki yozilgan bo'lsa, hamma narsani bir martobadan, bir martada tozalash uchun memoning
clear degan demak hodisasi emas, u xususiyatiga kiradi. Xususiyati ishlatilyapti. Faqat hodisada battinni bosilganda sodir etilyapti. Savol bormi? Tushunarli bo'ldimi? Demak, qo'shishda et funksiyasi yasha et xususiyati ishlayapti. Tozalashda clear, ya'ni tozalash xususiyati ishlayapti. Va keyingi qismga o'tamiz. Uchinchisi. Memodagi satrlar sonini hisoblash va labelda chiqarish. Demak, matndagi jami satrlar sonini hisoblab, labelda ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun interfeysda demak memo label button kerak bo'ladi. Bitta button tashlayman. Demak, qo'yish tashlayman. Label tashlayman. Tugmani chetirib qoldiramiz. Labelda demak aytilyapti, satrlar soni 0 degan yozuvni birinchi martada qo'yishimiz kerak ekan. Fontini sal kattalashtirib olamiz. Demak, o'chirgan holatda yozamiz. Ko'rib turganlaringizdek chiqdi. O'zim mana buni hisoblarga o'zgartiraman. Endi buttonni onkilik hodisasiga ushbu kodni kiritamiz. Qo'saman, hisoblaydi. Demak, e'tibor beringlar kodda. Int count degan o'zgaruvchi olyapmiz. Demak, bu turli tipda matematikda linesni, ya'ni memoning lines xususiyatini count, ya'ni hisoblash degan matematik hisoblash, ya'ni satrlar sonini, belgilar sonini hisoblash aynan funksiyasi keltirilgan. Shuni o'zi hisoblaydi va shuni label 1 ni captionida satrlar sonini into str qilgan holatda countni berib yuboramiz. Ishlatamiz. Qo'shish bo'ldi, hisobla bo'ldi. Demak, 2 ni oldi. Bir daqiqa. Aynisi. Bitta qayta ishlataylik. Satrlar soni. Satrlar sonini ko'rsatadi. Yo'q, satrlar soni ekan. Yozuvni hisoblamaydi, satrlar soni ekan. Shu uchun boshqacha ishlayapti. Masalan, salom deb hisoblasak 2 chiqaradi. Nimagaki, birinchi mana kursor turgan joy yo'li o'chayotgan birinchi satr, salom ikkinchi satrda chiqyapti. Bu so'zni uzunligi emas, satrda. Qaysi satrda yozilganligi. Satrlar o'sha umumiy satrlar soni deylik. Birinchi satrda hech narsa yo'q, lekin salom so'zi ikkinchi satrda yozilyapti. Shuning hisobidan satrlar soni 2 deb bo'lyapti. Mana tepaga chiqib ham qaytib hisoblashni bossam, birinchi satrda chiqayotgani uchun satr 1 deyiladi. Tushunarlimi? Savol bormi? Demak, Tushunarli domla. satrlar belgilar emas, satr soni haqida gap ketyapti. Keyingi topshiriqqa o'tamiz. Mana endi belgilar soniga keldik. Ozgina adashib bo'ldi. Demak, real vaqt rejimida onChange orqali belgilar sonini aniqlaymiz. Vazifa tavsifa bo'yicha foydalanuvchi yozayotgan belgilar sonini avtomatik hisoblash qilishimiz kerak. Demak, memoda, labelda, demak, label 1 ni captionda belgilar soni buni o'zgartiramiz. Belgilar soniga demak, memo 1 ni onChange'ga yozamiz endi. Memo 1 ga kiramiz. onChange'ga yozishni boshlaymiz.
Demek kodni tahlil qilamiz. Label birning captioni teng bo'lsin belgilar degan string plus into strning memo birning text lensiga, ya'ni yozilgan matnni yoki o'sha harfni belgini farqi yo'q. O'shaning uzunligiga tenglashsin, ya'ni memoning text lensiga. Ishlatib ko'ramiz. O'zimda xatolik bo'lgan, demak bu eksplement qilinmagan. Qayta ishlatamiz. Demak, ana men yozishni boshladimki, u hisoblab ketyapti. Sababi biz memoning on change'iga yozyapmiz. Demak, on change eslarda edi, nimadir harakat sodir etilganda, bosilganda emas. Nimadir harakat sodir etilyapti. Masalan, salom, dasturchilar degan belgida 18 ta bor. Ana qarangda. Bo'sh joy ham bitta belgi hisoblanadi. Uni o'rniga kelinglarki pastki chiziqcha qo'ysam ham bitta belgi hisoblanadi. Xo'sh, ixtiyoriy turdagi belgilar ham kiradi. Hamma narsa kiradi, qo'sh tirnoq ham kiradi, boshqa hamma narsa kiradi. Demak, real vaqtda yozildiki memoga u hisob-kitobni qilishni boshlaydi. Sababi kod shunaqa yozilgan. Demak, memo bir change'da label birni caption o'zlashtirilsin. Belgilar degan o'zgaruvchidan keyin joy tashalgan bitta ko'rgan bo'lsalar, bitta probel va shundan keyin into str yordamida, ya'ni into str hisob-kitob qilinyapti-da, hisoblansin. Memo birning text length, ya'ni yozilgan tekstning uzunligi hisoblansin. Keltirilgan. Savol bormi? Demak, so'rayapti real vaqtda. Savollaringiz bo'lsa bemalol berishlaringiz mumkin. Savolimiz yo'qmi? Bundan tashqari, 7 ta yozilgan narsani memoga yozilgan narsani 7 ga o'zlashtirishimiz mumkin. Bir turdan ikkinchi turga o'tkazishimiz mumkin. Demak, memoda keyingi topshiriq memodagi matnni katta harfga o'tkazish. Buning uchun memodagi barcha matnni katta harfga aylantirish interfeys bo'yicha, demak, memo va button bo'lishi kerak. Button birni captioniga katta harf degan yozuv yoziladi. Keyin button olamiz. Katta harf degan yozuvni yozamiz. Keyin event button birni 12ligida, demak, katta harf kirganda memoni teksti teng bo'lsin uppercase memo birni tekstiga. Demak, ishlatib ko'ramiz. Salom deb bo'lsak, demak, katta harf bo'lsak, barchasini katta harf qilib beradi. Xo'sh, shu o'rinda to'g'ridan to'g'ri yana bitta tugma olib, bu yerda berilmagan bo'lsa ham bitta o'zimiz sinab ko'ramiz. Kichik harf deb yozamiz va kirganda, demak, xuddi shu narsani olamiz da lower degan yozuvni yozamiz. Qani, ishlaydimi? Demak, salom degan so'zni katta bo'lib yozdim. Kichik harfni bosganda salom to'liqligicha kichik harfga o'zgartirildi. Katta, kichik harf, katta, kichik harf, katta, kichik harf. Savollar satr soni 2. Katta harf, kichik harf, katta, kichik harf.
Demak, tushundingizlar. Upper case katta bilan yozadi. Lower case kichkina bilan yozish uchun ishlatiladi. Demak, memoni linesdan tashqari text degan nimasini ham ishlatsa bo'ladi deyapti. Tek kodda yozilyapti. Xo'sh. Demak, keyingi topshiriq tanlangan matnni o'zgartirish. Cell text bilan ishlash. Vazifa foydalanuvchi tanlangan matn o'rniga boshqa so'zni qo'yish. Interface memo bilan edit kerak ekan. Bunda edit yozamiz, olamiz. Demak, buni tozalaymiz. Xo'sh. Demak, baxtini olamiz bitta yana. Demak, almashtirish degan so'z yozishimiz kerak ekan. Xo'sh, va vaqtni birini onchiligida ushbu kodni yozishimiz kerak. Demak, to'g'ri. Xo'sh, ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, salom. Xo'sh, almashtirish qildik. Ko'rib turganlaringizdek salom so'zi birinchi navbatda editga xayr yozdim. Bu yerda salom degan so'zni yozdim. Demak, salomni belgilab turib almashtirish bosganimda, demak, xayr so'ziga o'zgarib qoldi. Kodni tahlil qilamiz. Demak, agar deyapti, memoni cell length degan nimasi xususiyati 0 dan katta bo'lsa, ya'ni matn tanlangan bo'lsa, memoni cell tekstni teng bo'lsin editdan kelayotgan tekstga, ya'ni tanlangan matndagi nima bilan almashtirishga aks holda iltimos memoda matn tanlang degan qism keltirilgan ekan. Demak, salom so'zini yozamiz. Tanlanmaymizda almashtirishni bosamiz. Demak, almashtirishni bosmaganimiz uchun iltimos memodan matn tanlang degan so'z kelib chiqadi. Sababi biz memodagi salom so'zini tanlaganimiz yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Savol bormi? Tushunarli domla. Xo'sh. Endigi keyingi mashqimiz 7-marta memo matnni text fayliga, ya'ni bloknot ishlatgansizlar. Bloknot bilasizlar, text formatdagi TXT kengaytmay fayl saqlaydi. Ozgina lekin bunda yangi mavzu bor ekan. Bunda ham yangi mavzu bor ekan. Buni bunga to'xtalmaymiz, sababi alohida bitta mavzu bor. Gap bu yerda tashqi xotira bilan ma'lumotlarni almash, ya'ni saqlash yoki chaqirib olib kelish haqida ekan. O'sha uchun bunga ozgina to'xtalmaymiz. Demak, buni o'rgangan topshiriq berib ko'raman. Telegram guruhga tashlayman.
Hamma bir o'sha vaqtimiz bor. Man tashlagan faylni bir ko'rsin. Bir ochib ko'ringlar. Hozir vaqtimiz bor. Ochib ko'rdik ha, demak. Mana bu yerda ochiqlar ko'rsataman. Demak, bir daqiqa nima uchundir menda ochmayapti uni. Xo'sh. Mana ochmayapti. Ha, xo'sh. Ozgina o'tgan mavzular bo'yicha savol javob qilib olsak qani. Nima shuncha narsa o'tdi, bir oz so'raganim yo'q. Tashlaganlar modul qismida o'sha topshiriqlar yuklayapti. Demak, birinchi savolga e'tibor beringlar. Birinchi topshiriq. Ikki sonni qo'shish haqida gap ketyapti. Demak, forma ustiga ikkita yedit, bitta button va bitta label joylashtirish kerak. Foydalanuvchi kiritgan ikki sonning yig'indisi labelda chiqarishimiz kerak. Kimda qanday fikr bor? Nima qilinadi? Domla bu topshiriqlarni guruhga tashlayapsizmi bajarishimiz uchun? Ha, hozir bajarishdan oldin bir nimalarni bilay. Qani qanchalik darajada o'zlashtiryapsizlar? Og'zaki bir suhbat qilaylik. Endi buni hozir bir kishi bajarib bermasin, kamtur demonstratsiya qilib o'tirmaylik. Demak, ana aytilmayapti, nima qilish kerakligi to'g'ridan-to'g'ri aytilmayapti. Tasavvur uyg'onish uchun. Ikkita edit bor, bitta button bor, bitta label bor. Nima fikr keldi xayollaringizga? Nima qanday ishlanadi o'zi? Kim javob beradi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oybek gapiring, marhamat. Uni Pascalda yetish kerak degan. Ular barida A, B natijani boyagi real beginga qo'yib birinchi Yo'q. sonni olish kerak. Aha. Birinchi sonni olish kerakda, B natijada ikkinchi sonni olish kerak. Aha. Natija A plus B bo'ladi. Keyin ikkalasini qo'shish kerakda. Qo'yish. Men to'g'ri o'zgina yondashish. Ha, aytib o'ling, keyin aytaman. Davom ettiring. Natijani chiqaramizda label 1 bilan kompyuterda. Ha. Ozgina adashdingizmi deyman. Qarang, Pascal o'tmayapman. C++ buyerda bajar. Yedit. Gapirsam bo'ladimi? Gapiring. Bu bitta yedit bilan dedingizmi? Ikkita edit, bitta button, bitta label. Ikkita yeditni olamiz. Bitta Ha. button olamiz, bitta label olamiz. Aha. Yeditga birinchi sonni kiritamiz, ikkinchi yeditga ikkinchi sonni kiritamiz. Buttonni ustiga ayirish deb yozamiz caption xususiyati bilan. Aha. Keyin labelga natijani ko'rsatish uchun nimasini yozamizda, kodni yozamiz. Buttonda kod yoziladi. Sichqoncha bilan 2 marta ustiga bosamiz yo bo'lmasa caption nimasi bilan kiramizda Aha. kod yozamiz.
Javob nimada chiqadi? Mukarram. Nima deysiz? Javob nimada chiqadi? Qaysi komponentda chiqadi? Labelda. Labelda chiqadi. Label birda chiqadi, domla. Qo'yish yaxshi. Endi bitta kulchava joyi bor-da buni. Qiynaladigan joylariz. Oxirgi eng kerakli kodni menga o'zi kimdir ayta oladimi? Oxirgi natija xullas float to steer chiqadi-da. Tugashi, natijani tugashi. Nimaga float bo'ladi? Int bo'lsa bo'lmaydi. Label birda shunday chiqadi-da. Yo'q, mana label birni, captionni teng. U yog'ini davom ettiring qani? Tushunmadim. To float 7 tekst bo'ladi. 7 bir tekst bo'ladi. Strong to float 7 2 tekst bo'ladi. Yo'q, Bunda oxirgi qator, faqat oxirgi. Tepa emas, oxirgi qator. Label birni, captionni teng. U yog'ini davom ettiringda. label caption barobar natija plus float bo'ladi. Yo'q. Float to steer bo'ladi. Into str deylik. Into str. Biza bu turlik son kiritayotganimiz yo'q. Oddiy naturalson kirityapmiz. Demak, into str bo'ladi. Keyin qaus ochiladi va ichida masalan tepada agar yozgan bo'lsak c barobar a plus b degan narsani qo'ygan bo'lsak, qausning ichida c bo'ladi, qaus yopiladi, nuqtali virgul bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Buni eslaringizda bo'lsa, bitta elektron darslik tashlagan paytimda 8-qismda mustaqil bajarish uchun nima bor edi? Qism bor edi, o'sha yerda tayyor kodi bor edi, faqat u yerda 7.3 ga javob chiqarilgan edi, agar e'tibor bergan bo'lsalar. Tayyor kod yozilgan edi. Xo'sh, demak, 2 ni aytib o'tmaymiz, aniq bilasizlar. Demak, javobni faqat o'sha qismida ayirish bilan qo'shishni o'rnigan. 3-chi topshiriq. Kim aytadi? To'g'ri to'rtburchak yuzasini aniqlashmi? Hozir bitta maqolmi? Qo'yish demaslarsa beraymi, nima qiladi? Yo, aytib ko'rasizmi? Domla 4-chi topshiriqmi? Radius kiritiladi, bak. 4-chi topshiriq. 4-chi topshiriq. 4-si aylana uzunligini hisoblash. Hozir shoshmanglar, ozgina adashib. 3 ekan, 3 ne? 4 emas, 3. 4 burchakning yuzasini topishmi? 4 burchakning yuzasi. Shart berilgan, uzunlik va enlik kiritiladi. Uzunlik va enlik qayerda kiritiladi? Aytilmagan bu yerda. Domla, bunda ham 7.1 bilan 7.2 olinadi. Bitta button olinadi, bitta label olinadi. Bunda 7.1 bo'yini kiritamiz, 7.2 ga enini kirgizamiz. Bu to'rtburchakka bo'yi bilan enini kirgizish uchun nima bo'lsa, button bira bo'lsa, mana bu yuzani hisoblash beryapti hozir bu yerda yuzasini. Bir boshidan kodni 0 dan ayta olasizmi? Mana bu 7.1 a strong float nima a barobar qo'ysam endi strong float 7.1 nima chiziqcha nima qilib tekst qo'yiladi. Keyin bo'yi yozilish uchun tekstda shu bo'yi yoziladi. 7.2 da bo'lsa strong to float qo'yib 7.2 tekst qo'yilib bunga eni yozilish uchun. Qo'yish ozgina yangilishish bor. Domla, buttonga yuzani topish formulasi yoziladimi? Qo'yish e'tibor bilan qaranglar-da, mana 2-3 ta misol aytyapman, boshdan ozgina bir narsani tashlab ketyapmiz. Demak, birinchi navbatda C++dan birinchi semestrda o'tilgan o'zgaruvchilarni e'lon qilishimiz kerak edi. Nima uchun biz editdan narsa kirityapmiz? Nima u o'ziga qayerda o'zlashtiriladi? Shu haqida gapirmayapsizlar. Nima uchun? Tepadan float a b c shu ber. Floatmi, intmi aytish kerak uni. Keyin aytib ketyapsizlarda
Nimaga tenglashtirilyapti? Editdan kelayotgan ma'lumot shuni aytib ketilmayapti nima uchundir? Buni aytish kerak. Masalan, mana bu int yo float beradigan bo'lsak, bunda ana edit 1 a deb beradigan bo'lsak, edit 2 ni b deb beradigan bo'lsak, ana bu button'dakini c deb bersak, masalan, bunda Shoshmang. edit 1 a Mukarram, qo'yamiz. mukarram, ozgina shoshmang, qarang. O'rtada xo'sh, str to int degan so'zlar qolib ketyapti. Aytmayapsiz shuni. Domla shuni ananda ko'rsak bo'lmaydimi? Mana Kodi yozildi. o'zida. buni Chunki man- ayrim kodlar qolib ketdi-da. shunday, endi qarang. Xo'sh. Xato nimada domla shunda? Kompyuterda ko'raylik domla. Ko'ryaptimi ekran? Ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Xo'sh. Yangi ochib olaylik, so'z kodda xato qiladi. Ikkita edit. Label. Sizlar aytilmagan, lekin chiroyli ko'rinish uchun biz qilishimiz kerak. Xo'sh, belgilaymiz bularni. Fontga kiramiz. Times New Roman. Polygyny enter. Demak. Endi uy xo'sh, knopka. Xo'sh, endi masalan, buni ham tozalaymiz. Xo'sh, tabaqani olamiz. Hisoblar degan. Xo'shiga yozamiz. Demak, int a b c. Xo'sh, katta C olaylik. 100 katta C bilan bo'ladi. Demak, a barobar xo'sh, str to int edit 1ni teksti. Tekst so'zi ham katta T bilan boshlanadi. Hali virgul. Demak, b barobar edit 2. Demak, katta C a ko'paytirilgan b. Demak, edit 3ni Endi label 1da chiqarish kerak-ku. Shu labelda aytgancha to'g'ri. Edit olmadik. Hozir label tashlay. Xo'sh. O'chirib qo'yamiz. Demak, labelning hepsini birning teng bo'lsa, nima bo'ladi? yuzasi. Int to str OST. s. Demak, 2 5. Xo'sh, aytgancha bu label 3 bo'ladi. Ikkita label ishlatdik, 3-chi labelga bo'ladi. 2 5. Demak, qo'ying. Pishadi, ko'rdingizlarmi? Savol bormi? Tushunarli. Buni demak, takrorlash qismi uchun hamma uyga o'zi bajarib ko'rsin.
Hozircha. Domla bitta kod ko'raylikda shunday. Oy. Kodni ochaymi? Kodni ochib yuboring, iltimos. Mana. Rahmat. Bo'ldimi? Bo'ldi, domla. Iskrab oldim. Xo'sh.